بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع. 4. ders. Yani savoqdaşlar 4. dersni boshlashdan ilgari biz 4. dersdagi nuqtaliq grammatikalarni bir eslab o'taylik. Endi 4. dersimizda asosligi huruful jar. Ya'ni ismlarning oldida keladigan oldi qo'shimchalar. Yani bir xil tushunishimizda ismlarning oldida kelib, mas holda ismning ma'nosini to'liqlagandan keyin ismning oxirini zir qiladigan zir o'qituvchi harflar. Huruful jar odat arab tilida 19 bo'lib, bugungi darsimizda 4 xilni so'zlaymiz. Fi, ala, min, ila. Endi fi deganimiz ravishlikni ifodalaydigan bo'lib, ning ichida g'a, qa, ga, ka degandek ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, fil bayt, uyda, fil fasli, sinfda, fil kitob, kitobda deganlarga o'xshash. Ala ustunda, ustida deganni ifodalaydi. Masalan, alal maktab, ustal ustida. Alal kitob, kitob ustida degandek. Min dintin ning bir qismi degandek ma'nolarni ifodalaydi. Masalan, minal kitob, kitobdan. Minad darahim, tangalarning bir qismini. Minal kutub, kitoblarning bir qismini yoki kitoblardan degandek. Endi ila degani g'aqa, gaka, ya'ni g'icha, gicha degandek ma'nolarni ifodalaydi. Ya'ni masalan, biz qilgan ma'lum bir ishlarningki ma'lum doiraga kirib to'xtaganligini ifodalaydi. G'icha, gicha. Masalan, biz soat 2 gacha saqladik. Intazarna ila as-sa'ati saniya, ila as-sa'ati saniya. Soat 2 gacha saqladik. Mana yuqorida deyilgandek, bugun so'zlaydigan asosiy nuqtaliq grammatika huruful jarning ichidagi 4, ya'ni fi, ala, min, ila qatorliqlar. Bu tarafı biraz tushunishlik bo'lgan bo'lsa, al-kalimatul jadid, yangi so'zlarni bir o'qib tarjima qilib o'taylik. Avval sizlarga bir qitim o'qib o'tay. Al-madrasatu, al-faslu, al-hammamu, al-mirhadu, al-matbaxu, al-ghurfatu, al-jami'atu, as-suqu, اليابان، الصين، الهند، الفلبين، المدير، ذهب، خرج. المدرسة مكتب، الفصل صنف، الحمام منجا، المرحاض سخانة يعني حاجة خانة، al-matbaxu oshxona. Mana o'yladiki yoki boshqa cho'ng oshxonalardagi tamoq yeydigan o'rin al-matbax hisoblanadi. Ammo biz oshxonaga borib tamoq yeylik degandagi cho'ng oshxonalar matbax emas. Al-ghurfatu hujra, yotoq. Al-jami'atu universitet. As-suqu bozor. Al-yabanu Yaponiya. As-sinu Jungo. Al-hindu Hindistan, al-Filippin, Filipin, al-mudiru, mudir, zahaba, bardi, ketdi, xaraja, chiqdi. Savoqdaşlar, yangi so'zliklarni yodlab bo'lgandan keyin darslikning mazmuniga kelaylik. Har vaqt esimizda bo'lsin, darsning mazmunini boshlashdan ilgari chuqur kallamizda darsdan avval so'zlagan nuqtaliq grammatika mazmunlari bo'lishi kerak. Ya'ni bugun darsimizdagi nuqtaliq mazmunlar bayatni deb o'tganimizdek oldi qo'shimchalar, ya'ni huruful jar, sir o'qitadigan harflarning ichidagi 4 fi, ala,
min, ila qatorliqlar. Ondan keyin ikkinchidan so'zliklarni yodlab bo'lgandan keyin darsning mazmuniga kelamiz. Agar sizlar so'zliklarni yodlamagan bo'lsanglar, unalg'ini to'sib qolib turib, so'zliklarni yodlab bo'lgandan keyin davomlashtirsak bo'ladi. To'rtinchi dars. Bayatın deganimizdek nuqtaliq grammatika oldi qo'shiluvchilarning ichidagi 4 harfdir. Dal ashuna asosida avtor bizga misol beryapti, ha? Al-baytu fil bayti. Ya'ni al-baytu biz oldingi darsda o'rgangandek uy degan bo'ladi. Oldiga fi qo'shilgandan keyin fil bayti shakl jihatda al-baytu deb pesh o'qilgan holati fil baytidagi zir holatiga o'zgardi. Ma'ni jihatda al-baytu uy, fil bayti uyda. Al-maktabu ustal, alal-maktabi ustal ustida. Al-masjidu masjid, fil masjidi masjidning ichida. As-sariru karvat, ala sariri karvatning ustida. Ba. Kichikgina dialog bor ekan, mush dialogni asos qilib biz bugungi darsdagi nuqtaliq grammatikani bir tahlil qilib boqaylik. Ayna Muhammadun huwa fil ghurfati. Ayna Yasirun huwa fil hammami. Wa ayna Aminatu hiya fil matbakhi. أين الكتاب؟ هو على المكتب. وأين الساعة؟ هي على السرير. أين محمد؟ محمد قيرده. هو في الغرفة. أو يتقطع. بهذا في ديجان aldı qo'shimchaga ta deb ma'no aytdik. Undan keyin g'urfati fa'ning ta'sirida g'urfatu asli fa'ning ta'sirida g'urfati deb sizlar o'qilyotdi. وأين ياسر؟ ياسر شو؟ يعني ياسر قيادة. هو في الحمام. أو منجدا. يعني في داتا معنسني إفادة لواتدو. وحمامي دب فينا تأثير ده حمامي زروقل ده. وأين آمنة؟ آمنة قير ده. هي في المطبخ. أو أشخانة ده. هذا أخشاشlar في data غاقا جاكا معنسني إفادة لواتدو. Undan başqa fi'nin təsirində mətbəxi zir oqulmalıdır. Aynal kitabu? Kitab qayerdə? Huwa alal maktab. O üstəl üstüdə. Ala üstüdə degan ma'no ifodalayotir. Va alaning ta'sirida maktabi zir oqulmalıdır. Va aynas saatu? Soat qayerdə? Hiya ala sariri. O karvat üstüdə. Yani ala üstüdeki ma'no ifodalayotir, sariri alaning ta'sirida sir o'qilyotdi. Endi mush yerda savoqdashga diqqat qilishlik bir nuqta bor. Masalan, biz erlik ismlarni ishlatgan vaqtimizda buningga qaratilgan kishilik almashlar erlik shaklda keldi. Masalan, ayna Muhammad degan vaqtida buningga qaratilgan kishilik almash huwa, ya'ni u degan ma'noda. Ayna Aminatu degan ishlatgan vaqtimizda buning qaratilgan kishilik almash hiya ayollik shaklda. Musha qarablam kishilik almash uchinchi shaxsning erlik shakli huwa, ya'ni Uyg'ur tarjimasi u. Kishilik almash uchinchi shaxsning ayollik shakli hiya, ya'ni tarjimasi u. O'xshashlar u, ammo qaratilmasi o'xshamaydi. Huwa erlar qaratildi, hiya ayollar qaratildi. Ondan keyin aynal kitob va ayna sa'a degan ikki jumlada kitob, garchi bu kitob soat deganlar er ayol deb ayrilmasmi, ammo arab tilininki jumla shakllarini tuzishda mushlarning shakliga qarab er ayollik deb muomala qilindi. Masalan, al kitobda kichik ta'ummag'achqa buni erlik deb qarab, buningga huwa degan kishilik almashni keltirdi. Va ayna sa'atudagi sa'atuda ayollik ta'si bo'lg'achqa, garchi soat degan garchi haqiqiy ayol emas. Ammo bunda ta'ugg'achqa buni ayollik shakl, ayollik tur deb qarab, buningga hiya degan kishilik almashni keltiradi. Mush nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Undan keyin yana bir diqqat qiladigan nuqta. Ayna Muhammadun va ayna Yasirun va ayna Aminatu. Muhammadun qo'shpash o'qildi. Yasirun qo'shpash o'qildi. Aminatu taqpash o'qildi.
Mana buni o'quvchilarga diqqat qilishga tegishlik bir muhim nuqta. Bu nuqtani sal turib so'zlaymiz, ha. Yani ismlarninki qo'shpash o'qiladigan va qo'shpash o'qilmaydigan, qo'sh o'qilmaydigan ikki turli turi bor. Buni sal turib so'zlaymiz. Yuqoridagi mazmunni tushungan bo'lsanglar, tamarin kunlik bilan ishlaymiz. At-tamrinul avval tuandagi savollarga javob bering. Ajib anil as'ilatil atiyya. Birinchi savol, aynal kitab? Kitob qayerda? Yuqoridagi dialogda nima deyilgan bo'lsa, shu buncha javob bersak bo'ldi. Nima deyilgan? Huwa alal maktab. Ayna Muhammad? Muhammad qayerda? Yuqori dialogda nima deyilgan? Huwa fil ghurfa. U yotoqda. Va shu buncha qolgan savollarga javob bersak bo'ladi. Avval oldidagi dialogni bir qitim to'liq o'zlashtiramiz. Undan keyin dialogga qaramay turib, savol bilan qarab o'zimiz javob beramiz. Ikkinchi ko'nikma. Iqro vaktub ma'a dabt awakhiril kalimat. Tuandagi so'zlarning oxirlarini qoidaga solish orqali o'qib yozing. Yozishda o'zinglar daftaringizga yozib mashq qilsanglar bo'ldi. Endi o'qishda oxiriga diqqat qilib degani biz madrasaning asosiy mazmuni oldi qo'shimchalar emasmi? Oldi qo'shimchalar kelgan vaqtida shu oldi qo'shimchalarning ta'siridan o'qiladigan so'zlarning oxiridagi zavar zir pash harakatiga diqqat qiling demakchi. Al-madrasatu hech qanday omil, ya'ni oldi qo'shimcha bo'lmag'achqa pash o'qildi. Fil madrasati fi oldi qo'shimcha bo'lg'achqa ti sir o'qildi. Fil bayti oldi qo'shimcha bo'lg'achqa sir qildi. Al-baytu الغرفة الحمام في المطبخ المكتب على المكتب على الكرسي على السرير على الكتاب في المسجد. اقرأ واكتب. تواندكلارني o'qib yozing. O'xshashlar tuandagi jumlalarni faqat o'qilish shaklini to'g'ri o'qib pasaklan bo'ladi. Qayta ta'kidlab qo'yay. Jumladagi ikki bo'lakning birisi ega, birisi xabar bo'ladi. Agar ega va xabarda hech qanday bir oldi qo'shilg'uchi va boshqa omillar bo'lmasa, har ikkilisi pash o'qiladi. Agar oldi qo'shilg'uchilar kelib qolsa, zir o'qitadigan oldi qo'shilg'uchi kelib qolsa, sir o'qiladi. Masalan, birinchisi at-talibu fil jami'ati. O'quvchi universitetda. Ikkinchisi ar-rajulu fil masjidi. U odam masjidda. Qarab baqsaq, har ikkala jumlada at-talibu ega, ar-rajulu ega. Bularda hech qanday bir tashqi omil yo'q. Shuningcha bularni pash o'qiymiz. Ammo xabar bilakda fil jami'ati fiba. Fil masjidi fi bo'lg'achqa fining ta'sirida jami'ati zir o'qildi, al-masjidi zir o'qildi. Ayna at-tajiru huwa fi ad-dukkani. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Ayna Zaynabu? Hiya fil ghurfati. Ayna al-waraqu? Huwa 'ala al-maktabi. Yuqoridagi o'qib o'tgan 4 jumladami o'xshashlar, ega qismi pash, xabar qismi oldida oldi qo'shimcha bo'lganligi uchun shuning ta'sirida zir o'qildi. Bir diqqat qilish tegishli nuqta, ayna Zaynabu qo'sh pash o'qilmadi. Mush nuqtaga diqqat qilaylik, ha. Ayna al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Ayna Yasirun? Huwa fil mirhadi. Ash-shamsu wal qamaru fis sama'. Man fil fasli. Yuqoridagi jumlalardan o'xshashlar ega qismiga hech qanday omil kirmagan, ya'ni hech qanday oldi qo'shilg'uchi kirmagan ahvol ostida pash o'qildi. Oldi qo'shilg'uchi kirgan bilaklar, masalan fis sama'i, fil fasli, fil mirhadi, fil fasli degandek, mavlaning hammasi zir o'qildi. Yana bir nuqta, ash-shamsu wal qamaruning o'tirdiq voni biz odatda bog'lig'uchi vo deymiz. Odatda ikki so'zni jumlada o'xshash hukmiga ega qilish uchun bog'lab keladigan vo bo'ladi. Mana bundaq volar bog'lig'uchi vo bo'lib, har ikkilisiga o'xshash jumlada o'rin beramiz. Ikkinchi mazmun. Bayatdan misollar oraliqida o'quvchilar askartib kelgan, bir qism ismlar qo'sh o'qilyotdi, bir qism ismlar qo'sh o'qilmaydi. Hamda arab tilida ismlar munsarif, g'ayri munsarif deb ikkiga bo'linadi. Hamda munsarif degan qanday ism desa, qo'sh o'qiladigan ism. G'ayri munsarif degan qo'sh o'qilmaydigan ism. Ana bu qo'shlam o'qiladi, qo'shlam o'qilmaydi emas. Qo'sh o'qiladigan munsariflar zir o'qiladi, pashma o'qila oladi, zarm o'qila oladi. Ammo qo'sh o'qilmaydigan g'ayri munsarif deganlar ham
qo'sh o'qilmaganning ustiga zir o'qilmaydi. Zir o'qildigan o'rinlarda zavar o'qiladi. Endi buni qanday ayiramiz desa, sizlardagi yangi o'quvchilar mono tarafiga qarab arasanglar bo'ladi. Birisi ayollarning ismi 3 harfdan ortiq bo'lib qolsa, tarkibida kichikda kasun kamisun o'xshashlar g'ayri munsirif hisoblanadi. Bunda qismlar qo'sh o'qilmaydi, zir o'qildigan o'rinda zar o'qiladi. Erlarning ismi kichikda kelib qolsa g'ayri munsirif bo'ladi. Qolgan ahvolda munsirif bo'ladi. Masalan, tuanda berilgan ikki qator ismlarni o'qib boqaylik. Muhammadun, Xolidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Saidun, Aliyun, Abbasun. Bularning hammasi munsirif ism. Bular pashma o'qildi, zavarm o'qildi, zirm o'qildi, qo'shma o'qilaveradi. Bu hech qanday odatga biz normal o'qib kelayotgan ismlar qatorida muomala qilsak bo'laveradi. Endi ma tarafdagi Aminatu, Zaynabu, Fatimatu, Maryamu, Aishatu, Khadijatu, Safiyatu, Ruqayyatu qatorliq ismlar g'ayri munsirif ismlar. Bular zir o'qiladigan ish to'g'ri kelib qolsa zahar o'qiladi. Masalan, bayatimiz dars so'zlab o'tgan oldi qo'shimchalar bilan oldiga kelib qolsa zir o'qilmasdan zahar o'qiladi va qo'sh o'qilmaydi. Mush nuqta kalimizda aydin bo'lish kerak, ha. Yuqoridagi tushungan bo'lsak, tuandagi mashqni ishlab boqaylik. Iqro vaktub ma'a dabt awakhiril kalimat. Tuandagi so'zlarning oxirini qoidaga solish orqali o'qib yozing. Ya'ni qo'sh o'qiydiganlarni qo'sh o'qing, qo'sh o'qimaydiganlarni qo'sh o'qimang demakchi. O'qib boqaylik. Hamidun, Zaynabu, Aminatu, Ammarun, Saidun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aishatu, Muhammadun, Safiyatun, Khadijatu. Ba. Ham tuandagi dialogni biz yuqorida o'rgangan qoidalarimizning hammani yig'inchaqlab bir o'qib chiqaylik. Avval men sizlarga bir qitim o'qib beray, ha. Diqqat qiladigan nuqta al-bayt min al-bayt al-masjid ila al-masjid, ya'ni min bilan ila. Men darsning 5 so'zlab o'tgan muhim nuqtalar grammatikalar ichidagi oldi qo'shimchalar ichidagi min bilan ila. Min deganimiz dintin. Ila deganimiz g'icha degan ma'noda. Min ayna anta? Ana min al-Yaban. Min ayna Ammarun? Huwa min as-Sin. Wa min ayna Hamidun? Huwa min al-Hind. Ayna Abbasun? Kharaja. Ayna zahaba? Zahaba ila al-mudir. Wa ayna zahaba Aliyun? Zahaba ila al-mirhad. Tarjima qilay, ha. Anma tekst ichidagi, dialog ichidagi bilmaydigan so'zlarni Yaban, Yaponiya, Al-Hind, Hindiston, Mirhad, Oburna. Siz qayerdan? Min ayna anta? Ana min al-Yaban. Man Yaponiyadan. Minning ma'nosini gavdlikroq chiqaylik. Undan keyin Yabani minning ta'sirida zir o'qilyotdi. Va min ayna Ammarun? Ammar qayerdan? Huwa min as-Sin. U Jungudan. Min as-Sin, Jungudan. Minning ta'sirida Sinni zir o'qilyotdi. Wa min ayna Hamidun? Hamid qayerda? Huwa min al-Hind. U Hindistondan. Hindistondan. Min Hindi minning ta'sirida zir o'qilyotdi. Ayna Abbas? Abbas qayerda? Xaraja, chiqib ketdi. Ayna zahaba? Qayerga ketdi? Zahaba ila al-mudir. Mudirning qishig'iga ketdi. Mudirning qishig'iga. Ayna zahaba Ali? Ali qayerga ketdi? Zahaba ila al-mirhad. Ila. Ya'ni u hojatxonaga ketdi. G'a. Ilaning ta'sirida mirhadi zir o'qilyotdi. Ana mushada o'quvchilar so'rab qilish mumkin. Min ila fi ala kelgan ismlar zir o'qiladigan, ammo min ayna deganda zir o'qilmabdi bo'lsa, ayna o'zgarmas ismlarning qatoridan. Arab tilida ismlar ikkiga bo'linadi. O'zgaruvchi ismlar, o'zgarmas ismlardir. Endi bu to'g'risida inshaalloh navbatdagi vaqtda tafsil so'zlaymiz. Ammo shu aynaning o'zgarmas ism ekanligini izingizni shunday alam tutib tursaqlar hozircha bo'ladi, ha. Tamarin. Mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiyya. Tuandagi savollarga javob bering. Min ayna anta? Endi bu o'zingizga qaratilgan savol yoki yuqoridagi dialogga qarasaq ham bo'ladi, ha.
Özümüz cavab berishimizcha grammatik shaklni to'g'ri asli javob bersak bo'ladi. Masalan, min ayna anti, siz qayerdan? Man Qashqardan. Demakchi bo'lsak, ana min Qashqar. Ana minas Sin. Ana min Xinjiang. Shu bilan javob bersak bo'ladi. Anta minal Filippin, siz Filippindanmi? Agar shundoq bo'lsak, na'am, shundoq. Ana minal Filippin, shundoq, men Filippindan. Agar yaqulab qolsak, la, ana minas Sin, yo'q, men Jungodan degan asos javob bersak bo'ladi, ha. Ikkinchi ko'nikma. Iqro vaktub ma'a zabt awakhiril kalimat. Tuandagi so'zlarning oxirlarini qoidaga solish bilan o'qib yozing. O'qib boqaylik, ha. Faqat oldiga ila va min kelgan so'zlarning oxiriga diqqat qilsak bo'ladi. Al-ghurfatu minal ghurfati minal hammami al-mirhadu ila al-mirhadi al-yabanu al-filippinu minal hindi ila as-sini. Üçüncü ko'nikma. Iqro vaktub. Tuandagi so'zlar, jumlalarni o'qib yozing. O'qish jarayonida biz yuqorida degan qoidalarga diqqat qilsak bo'ladi, ha. Min ayna Fatimatu. Fatimatun emas, tu. Hiya minal hindi. Minning ta'sirida minal hindi. Kharajal mudarrisu minal fasli. Minal fasli. Minning ta'sirida fasli zir o'qiladi. Zahaba ilal mudir. Ilal mudiri. Yani majmuni tarjima qilsam, o'qituvchi sinfdan chiqib, mudirning qishig'iga ketdi. Yani musha kelgan vaqtda bir narsani tushuntirib qo'yish to'g'ri keladi. Fe'llardan keyin kelgan ism ma'no jihatda fe'lning egisi bo'lsa, shu ism fa'il hisoblanib pesh o'qiladi. Bu yerda al-mudarris degan ism ma'no jihatda xarajaning egisi. O'qituvchi chiqib degandan keyin chiqqan odam kim? O'qituvchi. Bu fa'il hisoblanib pesh o'qiladi. 3-misol. Zahabat tajiru ila dukkan. Savdogar do'konga bordi. 4-misol. Kharaja Hamidun minal ghurfa va zahaba ila al-hammam. Hamid yatoqdan chiqib hojatxonaga ketdi. Ya'ni yatoqdan hojatxonaga degan taraflarga diqqat qilsak bo'ladi, ha. Va 5, 6, 7 misollarni o'zimiz o'qib, tarjima qilib, yuqorida grammatiklarni tahlil qilib baqsak bo'ladi. 4-mashq. Da' fil faragh fi ma yali harfa jarrin munasiban. Tuandagi bosh o'ringa fil faragh fi ma yali. Fi ma yali degan tuandagi degan gap, ha. Fil faragh bosh o'ringa da' qo'ying harfa jarrin. Ne harfi jar ne demekçi? Munasiban, munasib. Tuandagi bosh o'ringa munosib harf jarni qo'ying. Ya'ni men, ila, fi, ala qatorlardan birini tanlab qo'ysak bo'ladi. Birinchisi al-kitab, chiket, al-maktab. Kitob, ustal. Uyg'ur tasavvur qilib baqsak, kitob ustalning ustida bo'ladi, shundaymi? Ustida degan gapni yuqoridagi harflarni qaysi ifodalaydi? Hala. Ya'ni kitob ustalning ustida. Ammo shu bo'yicha